Assalomu alaykum. Mana okalar, mana bu yoqda taklalar. Hozir hammasi tulla yotibdi bolada. Bu yoqda o'zimizning qopqonlar mana. Bari bular boshqa narsa jonivorlar. Bag'ron sanda takla yo'q-a? Yo'q, menda qiziqish yo'q, bizda qopqon. Bari mana shu qopqonlar boshqa narsa-da. Endi bu avaz o'zi yoshligida mana shu o'yin uchishga ishqoz bo'lganda kaptariga bari mana shu uyda mana shunaqa chiroyli kaptar bo'lsa ham bari o'ynab uchadiganga mehr boshqacha-da, to'g'rimi avaz? Hozir bular uchira olmaymiz. Salqin tushganda xudo xolasa videolarni qo'yamiz. O'zi bir yarim yil oldin ham zo'r o'ynagan videolarni qo'yganman. Ko'pchilik biladi. Endi hozir mana ko'ryapsizlar, yerlar mana past bo'yotib hozir bularni suvda qiynab uchirish kerak yo'q. Xudo xolasa salqin tushganda zo'r videolarni olib tashlaymiz. Lekin bular ham kichkina puldan kelmagan, Turkiyadan promoy kelganlari bor. Bittalab yig'ilgan mana shu kaptarlarni. Xudo xolasa salqinda bir o'ynab uchganlarni ko'rsatamiz.